Sana salondaki barliq xonim-qizlar, mushaqlarga xayrli bo'lsin. Bugun sizlarga o'tmoqchi dars bo'lsa paklava. Bu paklava ketadigan materiallar bo'lsa, tovandikicha sarmay. Sarmaydan, ya'ni tuzsiz sarmaydan 180 gram, tuxumdan 3 tal, üzüm, yağaqlardan muvofiq miqdorda. Ana keyin shakardan 120 gram, tuzdan 1 gram, sodadan 2 gram, undan 400 gram, qaytiqdan 140 gram, sutdan 100 gram, qo'y maydan 65 gram ketadi. Buning mahsulot jarayoni bo'lsa, avval biz seriq mayni qachon to'kib olamiz. Andan keyin buningga qo'y mayni to'kib olamiz. Hozir biz mana qo'y mayni, seriq mayni managa bir qo'yib oldik. Uyda bu den sulu bo'lsa, den sulu qilsanglar bo'ldi, bo'lmasa o'choqni tepib qo'yib qilsanglar bo'ldi. Buni qizitib, buningga siqib kuzib buni eritib olamiz. Cho'qim bo'shqis erib, suvi qolib kelishi kerak. Qizg'an vaqtlarda o'tini pastroq qilsanglar, chachirab ketadi. Mana biz qo'ymaymizlar, mana seriq mayimiz arzishi, mana qilib keldi. Mana mushahlat kelgandan keyin endi buni sal ilman bo'lishini saqlaymiz. Bu ilman bo'g'ich aloqda endi biz boshqa mashg'ulotlarimizni qilamiz. Mana xonimlar mushahlat qildi. Endi biz xonim-qizlar mamiyimiz muzlig'icha biz mashg'ulotlar qilyapmiz. 3 tal tuxumning iqi, 3 tal tuxumning iqi cho'qim quruq, pokiz, maysiz bo'lgan javori chiqilishi kerak. Agar unda bo'lmaydi ekan, ozroq suv aralashib qolsa yoki may aralashib qolsa, mana tuxumimizniki iqi qattiq ko'pmaydi. Buni biz bir chetga qo'yib turamiz. Endi avval biz bir tal tuxumning seriqi, bir tal tuxumning seriqiga qaytiqni qo'yamiz. Qaytiqimizni qo'yib 3 tal tuxum emasmi bu? 3 tal tuxumniki iqini aralab, seriqining bir talini aralashtirib o'tamiz. 2 tal seriq tuxumning seriqidan 2 talini qo'yib yuziga ishlatamiz. Hozir mana qaytiqni qo'ydik. Mana sutni qo'yamiz. Bularni tez obdan aralashtiramiz. Buni qo'yamiz. Qo'yib bo'lgandan keyin endi biz cho'qim yaxshi aralashtirib olamiz. Aralashtirib bo'lgandan keyin endi biz mana sodani, sodalarimiz bor, sodani solamiz. Sodani va tuzni sepamiz. Hozir bunga tuz, soda silinib ketdi. Buni obda aralashtirib olamiz. Buni obda aralashtirib olgandan keyin endi biz xamirimizni ekilib, mamiyimizni mana qo'yamiz. Mazis ilman bo'lib qoldi. Shuni elashtiramiz obdan. Mana, do'stlar, cho'qim yaxshi elashtiramiz xonim-qizlar. Bu to'g'riliq qilsak bo'lmaydi. Elashtirib, endi buningga unni silib sho'g'raymiz. Endi mana hozir butun aralashtirib oldik. Biz hozir unimizni silib sho'g'raymiz. Mana bu biz jonglab tayyor qilib olgan 405 gram un. Biz 5 gram undan keyin silib, buni xamir olib ekamiz. Cho'qim yaxshi yo'g'raymiz, xonim-qizlar. Aslidagi aralashmay qolsa yaxshi bo'lmay qoldi xamirimiz.
Məşə jığırvatqa vaxtaladım o xəmirala ilma, daxıla qulala ilma urulub durdu. Əmdi biz bunu açdıqdığımız alalımız. Bunu əmdi biz 4 zuluğa ne qılımız, üzü alımız. Aşı lisanlarınki çoğun kiçiliği qarab durub qısanlar buldu. Bunu tınğıç boğa Allah'tan biz tuxumlarımızı köptürüp, leslerimizni tayyorlab qo'yamiz. Unda qolgan oxirgi ko'rinish ko'raylik. Endi mana xana qizlama 4 zulumuzni tinib tayyor bo'libdi. Endi biz buni mishtaq nepiz, besivlib ochimiz. Oshqa vaqtimizda mana tüpini inchigara qilib, nepizroq qilib olsak bo'ldi. Nepizroq qilib ichilib, buni biz asta avaylab tatmis avvalimiz bu bek yumshoq xamir bo'lganligi uchun nepiz ichib oshqa bo'lmaydi. Shuningga mana ilib qo'limiz bilan mang'uzimiz. Endi sonlarga qog'oz qo'yib olsanglar, endi son buzib ketishini oldin og'il bo'ldi. Biz quloqlar bilan ishtirib bilan qilsizlar. Bu endi yumshoq bir xamir o'g'ishqa, buni endi ichib, nepizmish lisonlar bilan taqaysiz biz ichib og'il bo'lmaydi buning uchun. Shuningga muvaffaq miqdorda bilan qilib, lison tepiga quyilib bilan tatimiz. Naq jitib ketib qolsa, shvaqasi yo'q, pishgan joyda o'zaro kirishib ketadi. Ya, masalan, ekib bu holatga ekib olgandan keyin biz tuxumimizni eqib, bayam tayyorlagan rishog'imizni surkaymiz. Pek tatlı yeyishni xohlasanglar, tuxumni ko'pdagi vaqtinglarda shekanga qarab sevasanlar bo'ldi-ku. Endi biz mana surkab tayyor qilib oldik. Qilgandan keyin bunga biz o'zimizniki muvofiq miqdorda yong'oqlarni chechimiz. Yong'oq chechib, uzumlarni chechib o'shanda qilamiz. Ba'zanlar uzum yeyishni yaxshi ko'rmaydi ekan. Agar uzumni iste'mol qilishni yaxshi ko'rmasanglar, uzum solmaydi, yong'oq qilsanglar bo'ldi. Uyda o'zimiz yeygan bo'lgan ekan. Ham yaxshi bo'ldi. Mana mushalat qilib olgandan keyin xamirimizni ham daq pishib oldik. Ekimiz, ekilib. Shuni qo'yib olib, tatib bilan yurishtiramiz. Mana jitlab ketib qolsa, ansirab ketmasanglar bo'ldi-jumi. Bunun tüpüge o'xshashlar shalimizni so'kaymiz. Taksi söküp olduk. Söküp olgandan keyin bunga yana üzüm yog'ini chechib, yana bir qavat xamirimizni o'xshash qilib yapamiz tüpüge. Hozir men eng tüpüdagi bir qavat xamiri, men 3-chi qavatdagi rishalarni sökib, tuxumlarni, yong'oqni, üzümni chechib olgandan keyin eng tüpüdagi bir qavat xamirini yapamiz.
Baş tarafdan yiyip almışsa töpünü. Yiyip kulağlar bilen boş besip, boşluklarını toşturmayız. Hem toşturup boğandan keyin bununla biz abim tayyorlagan 3 tal tuxumniki 2 tal tuxumning seriqi bor emasmi? Bir seriqni ishlatdik, ana 2 seriq qolgan. Shu seriqini endi ishlatamiz. Tuxumning seriqini cho'tka bilan sursam bo'ldi, men meni cho'tkamni topolmadim. Qo'lim bilan süreye. Sürüydüsizler mındak. Tek sıkıp sürüyorlar, bu kızargan vaqtida çıraylı kızarmaydı. Bir yer ağ, bir yer qara, iliqi, seriq işte bo'lib qoldi. Shuning uchun men tek sürsam bo'ldi. Hamda buni biz duxovkani, Jumgoning duxovkasi 180 gradus qilib 35 minutdan 40 minutgacha bo'lgan araliqda pishiramiz. Hamda sizlarniki duxovkalarni yana o'xshash yana deydigan ham shu. Bizlarda shu uyninki duxovkalarniki tiliga asosan gradus minutlarini hozir tushunib ketdinglar. Şuna asasen tanışıp pişirsanlar buldu. Hemen Jumgo'ninkide 180 gradusda 35 minutdan 40 minut pişirimiz. Şimdi biz hazır managa tuxumni söküp, tuxumning 2 ta seriq qolgan, shuni söküp tayyor qilib oldik. Biz buni xohlasanlar 3 burchak shaklda kessanlar bo'ldi, 4 burchak shaklda kessanlar bo'ldi. O'zinglarniki yaxshi ko'rishga qarab turib kesizlar. Tuxumni surib olib kesizlar. Bıçaqni saplam sürmeysizlar. Sürsanglar men xamirim uyoq-buyoq ketadi. Bıçaqni silib, ilib degandek müştaq usul qilsizlar. Aniki mushu lisni osti qog'oz savolgan bek yaxshi. Siyujin savoldiq-ku bu yerda. Savolsaq anikin u lislar aldirab buzilib ketib qolmaydi. Mush tariqada meni kesib olamiz. Kesib olgandan keyin andan keyin buni shu tepaga yağını patırıp, menin duxovkam bilib ketdinglar. Jumgo'ning duxovkasi, Jumgo'ning duxovkasida 180 gradusda 35 minutdan 40 minut pishiramiz. Endi buni xonimlar hozir mana bu bazalar oila degan obdan qilib yeymiz deb, men yong'oqni mushtaq yo'g'onlaman. Mushtaq yo'g'on bitlab tepaga mushtaq qo'ydik. Bu joqdek set chiqib qoldi buchu. Shuning uchun mush yong'oqni o'zini 4 parcha qilib qilsanglar bo'ldi. Endi mushtaq qilib, hamma yong'oqni patırib olgandan keyin mush vaqtida biz duxovkamizni oldin qizitib olamiz. Qizitib olib 180 gradusda 20 minut pishiramiz. Endi sizlarga deb qo'ydiganim ustozlardan olgan ta'limimga asosan bu pishiriqning asl ismi baklava ekan. Baklava emas, biz mavatanda baklava deb yig'izimiz kunib ketdi. Asli baklava deganimiz mana pishiriqlar sotgan yeb biz qatqab ichida o'sha yong'oq mig'izlari borni baklava deyil ekanmiz. Buni asli baklava deyil ekanmiz. Bu pishiriqni o'zish bilan birga to'g'ri otilishini o'rganib olaylik. Unda bo'lsa xonim qizlar pishib chiqqandan keyin anikin ko'rishaylik. Xonimlar mana bu paklavarimiz pishib chiqdi. Endi mana ki qiziq vaqtda biz mochorlarni kesib olamiz. Ayyan tarqalmaychi. Mana nimalar bilan pishganlar bilan bo'shtovasizlar. Bo'shtovgandan keyin mana bilan yana kesgan izinglar bo'yicha kesib olasizlar. Hisobda men shu 180 gradusda 35 minut izlab pishadi. Shu izi bo'yicha men kesib qo'yasizlar. Endi biz ustozlarning ta'lim berish asosida buning asli isminiki paklavaligini bilganligim uchun sizlarga paklava deb dars o'tib berdim. Asli bu baklava emas ekan. Bizning vatanda baklava deb og'zimiz cho'kinib ketdi. Ammo buning asli ismi paklava ekan. Baklava deganimiz qandayki biz bo'lgan bir xili bog'i buniki. Shuni biz baklava deymiz. Mana bu tariqada kesib, buni biz taqsirimizga ilib olsak bo'ldi.